Hozirlar bilan yana bitta ajoyib natija bilan bo'lishmoqchimiz. Bemorimiz Qo'qon shahridan kelganlar. Azimjon akada asosiy shikoyat o'ng quloq deyarli eshitmas edi. Tekshirganimizda 80 desibel edi. Azimjon akani 1 oy oldin timpanoplastika ikkinchi tipini amalga oshirdik. Ya'ni kirganimizda, ko'rganimizda suyachalar uzilib yotganini aniqladik va shu suyacha uzilgan joyini o'rniga demak protez qo'yib, pardalarni qo'yib ketdik. Audiometriyada ko'rganimizda o'ng quloqlari demak 80 desibel deyarli quloqlari umuman eshitmas edi. Mana 5-fevralda tushirilgan va bugun mana xudo xolasa qayta audiometriya qilib ko'rdik. Qayta audiometriya qilganimizda natija 57 desibel. Demak 80 dan 57 gacha ko'tarildi va bu hali ko'tarish davom etadi 6 oygacha inshaalloh. Men Ashxobodda internet orqali ko'rib shu yerga keldim. Mana Xudoga shukr operatsiya bo'ldi. Qulog'im umuman o'ng qulog'im yuzaga eshitmas edi. Mana hozir 40-50% eshityapti. Hozir yana 3 oy mobaynida yana tiklanib ilgargi holatiga keladi deyapti doktor. Hozir mana yomon emas. Xudoga shukr. Mana Ashxobodda ham qo'llar dard ko'rmasin. Doim salomat bo'ling. Mana bo'lish ekan qo'llaringiz doim omon bo'lsin. Sizlar omon bo'lsalaring biz salomat bo'lamiz doim. Sog' bo'linglar. Yaxshi xizmatini charchamanglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.